Toshkentning yuragi lokatsiyasi populyarniy hisoblanadigan Sentr Yakkasaroy Yivelina ko'chasidan 5,5 sotixli xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Investitsiya yoki oilaviy yashashga zo'r variant hisoblanadigan ushbu xonadonimizda yashil zona, yozgi oshxona, basseyn, sharshara hammasi mavjud bo'lib, remont holati o'rta, kirib yashasa bo'ladigan holatda. 8 xonadan iborat bo'lgan ushbu xonadonimizning podvoli ham mavjud bo'lib, umumiy yashash maydoni 550 metr kvadratni tashkil etadi va siz videoda ko'rib turgan holati va jihozlari bilan birgalikda sotiladi. Remonti o'rta, lekin lokatsiyasi yevro hisoblanadigan ushbu xonadonimizning narxi $500,000 baholanmoqda. Albatta o'tadigan, kelishiladigan joylari bor. Xonadonimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, ekranda chiqqan raqamlarga murojaat qiling. Uyimiz haqidagi ma'lumot tushunarsiz bo'lgan bo'lsa, telefon orqali podrobniy tushuntirib beramiz. Toshkent shahrida sotuvda bo'lgan ko'plab uchastkalar, nejiloy joylar, kvartiralar, arendaga uy qidirayotgan bo'lsangiz, barchasini Telegram kanalimizda topishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Burgut Real Estate kanalidan uzoqlashmang.